Hozirda cloudni sinab ko'ryapmiz. Nimaga? Facebook orqali to'g'ridan-to'g'ri cloudga qilish kerak bo'ladi. O'zi mini programma chiqaramiz. O'zi avtomatik tarzda juda ham aqlli Facebook adres orqali target o'qishi o'zi bajarish kerak bo'ladi. Просто misol uchun yo'lda ketib boryapsiz, mashinada ketib borayotgan bo'lsangiz ham приблизительно bir 4 ta knopkani bosish orqali avtomatik tarzda sun'iy intellekt, ya'ni cloudni o'zi target o'qadi o'shanda. O'sha aytib o'tgan mini предложениemiz почти ruqomatda mana tepada ko'rishingiz mumkin. Facebook bilan integratsiya qilinayotgan varianti hozir cloud o'ylanyapti. Xo'p, va oxirida ko'ramiz. Полный mini предложение tayyor bo'ladi. Bu предложениyaning vazifasi bu aytgandek Facebook adres orqali to'g'ridan-to'g'ri integratsiya qiladi, ya'ni cloud o'zining ichiga joylashtirib oladi va target o'qish juda ham oddiyroq, soddalashgan tartibda bo'ladi. Oradan necha soat o'tganligini bilmayman. Пока shuni ishlab turibmiz. Agarda mana bunaqangi narsalar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mana bunaqangi trenddagi videolarni ko'rishni siz ham xohlayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga dars yozib qo'ying. Men darslik tayyorlab qo'yganman va bepulga siz buni bu narsalar juda ham bazaviy narsalar. Bu narsalar haddan tashqari, misol uchun mana eslikdan anaqa yangi Toshkentdan kirib keladi. Ko'ring, yuzi qarang, qay darajada nima ekanligini. Xo'p, bu juda bazaviy narsalar, juda ham bazaviy narsalar. Buni o'rganish juda ham sodda, oddiy, lo'nda o'rgansa bo'ladi, narsa unaqa qiyin emas. Protsesslar yoritib boryapman, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, kodlari bemalol kirib turib o'zi mana qilaveradi deb ruxsat so'rayapti hamma narsaga. Ishlayversa bo'ladi degan holatda. Ruxsat berib tashlaymiz, ruxsat beramiz va to'laqonli yozib chiqadi hammasini. Ko'rishingiz uchun. Endi bu protsesslarni yoritib boryapman. Nimaga yoritib boryapman bu protsesslarni? Mana yana qayta yozishyapti. Mana diskga anaqa yozishlari ruxsat so'rayapti hammasini. Bu hammasiga bo'lsa men ruxsat berib boryapman. Nimaga bu protsesslarni ko'rsatyapman? Chunki anaqa real bo'lsin deyapman va ishonchli bo'lsin deb. Do'stlar, programmani tugatgan edim mana hamma joylarni yozib narsalar qilib. Men o'zim anaqa emasman, koder emasman, ya'ni bunaqa narsalarga tushunmayman. Men faqat hammasini cloudga qilyapti. Lekin tugatib bo'lgandan keyin, hammasini bo'lgandan keyin cloudini podpiskasi bor ekan. Prodan tashqari ikkinchi anaqasi bor ekan. Aytdim, u narsa kerakmi dedim. Keyin ko'rayotgan bo'lsangiz mana bu yerda hech qancha bo'lsa mana Gemini. Hozir Gemini bilan biz birgalikda endi hozir tekin versiyasini qilib ko'ryapmiz buni. Chunki hozir pullik versiyasida qolib ketganda xuddi sizlarga shuncha narsa berib bordim. Soat 7 dan ishlab o'tirgan bo'lsam, soatimiz ko'rishingiz mumkin. 0:18. Как будто ish tugatmasdan qolib ketgandek bo'lardi. Hozir yakunlab qo'yib, bu haqda tashlab yuboraman nima chiqqan ekanligini. Do'stlar, hammaga aytilgan anaqamiz mana tugadi. Kreativimiz tugadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Facebook adres orqali by power AI orqali yoqishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu yerga faqat misol uchun yozasiz, test deb nima, kompaniya nomini yozasiz va mana shu kompaniyaning nomida qoladi. Lokatsiyani tanlaysiz. Men O'zbekiston, Toshkent qilib tanlaganman. Kunlik byudjet. Bir kunda qancha byudjet ishlatmoqchi ekanligingizni, yosh necha yoshda bo'lsin, agent tanlashingiz mumkin bo'ladi. Rasmini yoki videoni tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Agarda mana bu tugmachani publish qilib yuboradigan bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri target ishga tushib ketadi o'sha zahotini o'zida. Generate bossangiz agarda, buni bosmasdan turib yuborsangiz, mana bu yerda buni ochib ko'rsatolmayman, ichida ko'p narsalar bor. Ichida mana shu tugmachasi aktiv holatga o'tmagan holatda bo'ladi do'stlar. Mana shunaqa narsa. Xo'p, bu yerda bitta eslatib o'tishim kerak bo'lgan narsa, buni через cloud orqali qiladigan bo'lsangiz ham yoki Gemini orqali qiladigan bo'lsangiz ham oyiga to'lov bor ekan. $5, $10 va $100. Recommended $100 deb qo'ygan. Mana bu yerda ham hozir menga aytyapti, yotib uxla, короче, pul to'lasang hozir 1 minutda bo'ladi. No, menga bu narsa kerak emas. Buni qilib ko'rdim, ya'ni реально уже AI orqali mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. AI orqali bemalol targetni ham ishga tushirsak bo'ladi hozirgi kunda. Va yana bitta eslatma, bu yerdagi kengaytmalarni yana oshirib olsak bo'ladi. Oddiyroq, soddaroq nimani ichiga chuqur kirmaydigan insonlar uchun, misol uchun interestni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Shunaqa narsalarni yana o'zimiz uchun qo'shib olsak bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Buni yana bir bor eslatib o'taman. Mana o'zimiz qildik. Hamma joyini полноценно o'zimiz boshidan oxirigacha ko'rishingiz mumkin qilib chiqdik. Mana o'zim programmist emasman. Bunaqangi kodlarga ham to'g'ri tushunmayman, kerak emas. Aldab turib men qildim, men yozdim yoki bir on narsalar deyish. Buni men qilmadim. Полностью sun'iy intellekt bilan birgalikda hamkorlikda qildik. Salomat bo'linglar. Xudo xohlasa darslik kerak bo'lsa, albatta darsligini ham yozib olamiz.